Ko'pchilik Access'ni sinfi faqat ma'lumot saqlash uchun deb o'ylaydi. Aslida matematik amallar asosan so'rovlar orqali bajariladi. Sozdание menyusidan konstruktor zaprosovni tanlaymiz. Bu bizning hisoblash laboratoriyamizdir. Access'da standart belgilar ishlaydi. Plan, Inos, Egin, Brentwin va Exter. Bular asosiy qurollarimizdir. Shartlarni tekshirish uchun munosabat belgilaridan foydalanamiz. On va murakkab hisoblar uchun funksiyalar mavjud. Abs, square, cos, sin va log. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun max, min, sum funksiyalari va and, or, not mantiqiy operatorlari ishlatiladi. Endi 209-mavzu. Ustunlar yig'indisini hisoblash. Keling, A, B va Ch ustunlaridagi sonlarni qo'shib, jadvalni konstruktor zaprosovga yuklaymiz. Pastki qatordagi bo'sh katakka o'tib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va Pastroid buyrug'ini tanlaymiz tanib. Ekranda ifoda yasovchi oynasi ochiladi. Bu yerda biz formulani xatosiz yozishimiz mumkin. Bu Access'ning eng foydali yordamchisidir xolos. Natijaviy ustunga nom berish uchun formula boshiga A plus B plus C deb yozib, 2 nuqta qo'yamiz. Bu ustun sarlavhasi bo'ladi mana. Qarang, jadvalda yangi ustun paydo bo'ldi va u A, B, Ch ustunlaridagi sonlarning yig'indisini avtomatik hisoblab chiqdi. Agar asosiy jadvaldagi sonlarni o'zgartirsangiz, so'rovdagi natija ham darhol o'zgaradi. Bu dinamik hisoblash deyiladi. Xuddi shu usulda skur A deb yozib, ustundagi barcha sonlarning kvadrat ildizini hisoblovchi alohida so'rov yaratish mumkin. Formulalar satridan qo'rqmang. U sizning vaqtingizni tejovchi eng kuchli vositadir. Ifoda yasovchi esa xato qilishga yo'l qo'ymaydi. Access'da hisob-kitoblar endi muammo emas. O'rganishda davom eting, keyingi darslarda ko'rishguncha.